Öyle yapma. Evet. Dur. Lütfen. Hiçbir zaman daha gerek 40 kalırsa. Olup oldu mu? Biraz. Hadi. 64.000 son pulum var. Sen bakım olup kolay şeyler aklat durasın. Bularını sen bakım soğuk koyamam. Ne olsun gerek? O kadar oluşum gerek. Konum açıp gitti. Yapalım değil. Ne yapayım? Şunu al güzel. Ha koy. Şunu koydum ben. Tamam. Hadi. Okatlar mengar dari telah gospel koyamam. Koy. Balık mı? Ha balık. Gördüm. Var bizde. Lekin zapaska olib qo'yish kerak. Bizda pichina bilan qimmatlaysin. Hozir o'ylab vaqtiga tushib kelamiz do'stlar. Ana o'ldiramasni o'ldiraman. Kesa rosa quladi-da. Qo'shnimga kirib bordim. Bostirib qo'yis kerak. Do'stlar bunday joylar xatarli. Bizdan qishloqda narsalar bor. Qadimgi odamlar deyishadi bularni bilmayman. Nimaligini do'stlar men bularni o'ylab. Do'stlar yaxshisi bulardan ko'ra daraxtlar. Ko'p pul ishlaymiz daraxtlarda. Ulardan kamroq. Mayli, daraxtlarni sug'oramiz. 60 ta qilsam do'stlar, 60 ta 500 so'mlar. 70 ni 5 ga ko'paytiringlar do'stlar. Ko'paytirsangiz do'stlar. 70 ni 5 voy. Insan pul bo'lib chiqadi. Men nima olishyoqdan chiqdi. Gitti mana ona yaramas. Ana bizning chiqdi. Dakikasini ko'rsamin. Indiraveram men pullarimni. Ay, gitti yaramas ha? Gittimi? Men nima olishim kerak edi undan. Shundan ko'rdoqlar nega 200 ming so'm olishim kerak edi menda. 60 ming so'm oldim men. Voy. Esim qayda esim do'stlar. Hozir boraman deb pulimni talab qilaman. Menga pulim bersin. Men unga do'rg'in emasman beradigan. Hozir ko'rsatmaydi. Mana shu yerda ko'raman men. Okey. Men 60 ming oldi. Men 200 ming olishim kerak edi. Esimdan chiqib olmaydi. Ne bo'lsin? 2 Dur. Ondan
60 bin sonuna ayrılarak olmaz. Ağır olamazsın çünkü. Biraz 40 bin sonuna ayrılarak. 140 bin diyorsa. Bu arada 40 bin son aldım. Yine alt çiftlerini koyayım mı? Koy. Yine 100 mat aldım. Vale. Yine 100 mata koydum. Hala koyuyorum. Bolsan olacak. Sakatlara. 5'ten bulsa 20 bölse şunda 100 mi somalasa 10 100 mi Hayır aldım. Rahmet. Hala malaket dur. Malaket duramaz. Dostlar olup ham olduk. Gördüğünüzler mi? Bizlerini uxlatmoqchi bo'ladi ular. Bu yerga solib qo'yay pullarimni. Jami yetadigan pul bo'libmi? O yetmayapti. Mayli uxlay. Shu yerda uxlashim kerak. Uxlashim. Men yana daraxt chopib kelsam, bemalol yetadi menga. Bemalol mazza qilib. O sandiq, nima sandiq? Mayli, e'tibor qilmaymiz. Do'stlar, bu hayotda judayam qiyin do'stlar. Qo'y mana shu yerdan narsani yuboray. O'zdan bizdan nimada yomon ko'rishadi, judayam yomon ko'rishadi bizlarda shaharda. Judayam yomon ko'rishadi. Bechora bomjlarimiz halimizdan ham boyib ketarmiz deymiz. Ular aytishadi. Sizlar hech qachon boyimasizlar deydi. Ularga men kim boyimasligim ko'rsataman. Sen hali bir ustingga tuzukroq narsa olaver deydi. Hali uy olish qatta deydi. Ko'rsataman men unga qanaqa uy olishimni. Zo'ridan olaman uyimni. Eng zo'r uy bo'ladi mening. Shuni tutishimiz kerak. Men hali yana 100 ming so'm ishlab o'raman, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, 100 ming so'm. Ilini qol baliqcham. Bizdan daryoda baliqlar kam shekilli. Qani bu baliqchalar ilini qolsin. Yaxshi qarmoqni yerga tashlaymiz. Ko'chaga chiqib qoldik. Shu turgani ma'qul. Qani endi baliqcha ila qol. Baliq. Bitta baliq tutdik. Mayli olay. Yigirma oltita nima daraxtim bor. Shuni mart qurshini degan uydaman. Qani men bularni sotib kelaman, 150 ming so'm beradi menga desam. 150 ming so'm beradi. Ha, men yana keldim. Ha, keldingmi? 30 olib ketdim bu sefer. Hali qo'y. Ha, qoplaydim. 200 ming so'm bo'ladi. Ha, qilaman. Mayli ol. Bu safar mayli 10 talik olaylik.
İşledim ben. Benim çok oldu bana şimdi. Benim sevgim oldu. Benim sevgim oldu. Bu üzümün öğrenci. Sekiladı. İllik bir şey. 150 misin ya. İllik oldu 450 misin ya. Ben ularını ne koyamam deyip. Bizler borgan sarı uylar nima judayam qimmat bo'lib ketyapti. Borgan sari qimmat bo'lib ketyapti. Hali Xudoga shukur bizlar shaharda arzongina narsalarni sotishadi. Bizlar shahar judayam zo'r shahar. Turkiyani kirkasiningizcha bularni olaman. Menimcha bular daraxtlardan kamu, lekin shunda ham ko'p pul bo'ladi. Bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oho, shunchayni hazillab qo'ysan, do'stlar. Kirka hali kuchi turibdi o'ziga. Mana kirkani kuchi hali turibdi. Bizada bir stak bo'ldi. Уже kirkani sotlardi sanadi. Katang. Chikamchi. Voy. Yine ozmuncha olsan edi. Yine ozmuncha. Mana shuni 20. Yalnız dostlar bulmasa üzgün. Nimaga unday qilding? Nimaga bunday qilding? Nimaga joyga qo'ymading? Bunday. Yoradi. Reis.
Bomuzlar ırmakayası kerak bo'ladi ovozi. Bomuzlar indamaydi. Shuning uchun rais xohlagan ishini qiladi. Men unga indayman, shuning uchun qo'rqaman. Ming so'm ham paydo bizga. Mayli. Mayli. Olaymi? Olavermisin. Xo'sh. Qotib qoldi. Shuning uchun men nollar 2000 so'mdanmidi? Qara o'zing. Ikkita. Oladi bitta ikkita. Baliqni olmaysizmi? Necha so'mga mayli. Mayli, senga 4 ming beramiz. Rahmat. Mayli. Rahmat. Shuni olaverma. Ha, ol. Ikkita. Rahmat. Do'stlar, nonga bemalol yetadi. Ikkita non 4 ming so'm. Buna bemalol yetadi. Bitta, ikkita, 3ta. Mana bu. Kechqurun chiqib do'stlar, tezroq uyga yuguramiz. Men uyim qolib ketdi-yu bitta. Yomon hordim bugun. Judayam yomon bo'ldi. Menga bitta to'rim kerak. Mayli, nollar ketdi qilib qo'ying. Meni qornim ochmadi. Narsa yemayman. Nima bilaman. Elektorda bo'lsin. Sizga nima? Assalomu alaykum. Vaalaykum. Nima olmoqchi? Mana bu kundan hozircha menda 50 ta bor. 50tasini necha bo'ladi? 50tasini 40 bo'ladi. Ketras. Bu 80 ming bo'ladi ekan. Ana shunday demasam bo'lakan. Yana qo'sh olib kelganmi? Menga berasan. Mayli. 15tasini necha ming bo'ladi? 15tasini hisoblab ber. Mayli, hozir 15tasi 2 ga ko'paytirsak 30 ming so'm bo'ladi ekan. 30 ming so'm olashdan. Bitta, ikkita, 3ta. Bordim mana. Yana bor menda. Olmaysanmi? Ana soldim. Bo'ladi, hisoblab bering. Jami 210 ming bo'ladi. Daromat. Ming oldim. Mayli, kep tur. Turing, menda kun qolib ketdi. Mayli, soldim. Nechta qum? 4ta. Hisoblab ber bolam.
Agar bizlarga uyga yetadigan bo'lishi zarur. Oy do'stlar, ortib ham ketibdi. Mana buni olamiz. Buni 550 taqdirlashimiz zarur. Egasi bilan egasini emasmi? Egasini qanday deydi? Egasini uyi... mana. Egasini topdim. Bukan sotuvga sotuvga chiqarmaganlar, raqam qo'ymaganlar. Amen doktorlar. Yo'q, bu yeri hamma. Egasini qani biladi? Egasi biladi. Sotiladigan uy. Mashinaning egasi uyini bilmasmi? Men boraman. Bulasizmi? Aha. Aytmas, mashina oldiroq. Sotib olmoqchimisan? Ha. Ana orqasidan ko'rganmisan? Aha. Mana shunga solib qo'ygan. Mayli. Bitta qaytsanmi? Jamli. Bitta qani? Qo'laylik. Mana bu nima qilay? Uyga kirsam bo'ladi. Ketaver. Mayli. Asalarimni ko'tarib olaman. Qo'rqmang. Ko'ramiz. Narsalarim olaman. Mayli, 20 garajim bor. Habersiz. 20 garajim bo'ladi. Garajim. Skeletim bo'ladi. Mayli, menga bir ikkita blok bir anavi kishi sotmaymisan? Sotsa kerak-ku. Olish arzon, sotish qimmat bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, menga doskalar kerak. Doskalar sotasizmi? Ha, sotaman. Mana ol doskalar. Narigisida bo'ldi. Menga yetadi. Sandiqni ochib turing. 10 ming so'm bo'ladi ekan. Mana qo'ydimmi? 10 ming so'm qo'ydim. Yaxshi. Yetadi pulni. Ortiq ham qoladi ekan. Mayli, Dayam zo'r ekan. Menikiga qaraganda shinamroq. Mayli, men bu yerga yutoqimni qo'yaman. Bu yerga sandiqimni. Nima qilmasam bo'ladi. Metlar so'rashim kerak. Pech uchun bizga nima kerak? So'sh kerak.
buldu. Nasıl hazırladık? Güzel hazırladık. Nasıl hazırladık yani? Olduğu zorunlu yetmedi. Zararı yok. Dostlar zararı yok. İşte koyayım. Yeni yangın zor. Şuraya koyalım. Dostlar bir sandık. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Çok da sandık bunlar durmasın. Sandık burada durmasın. Sandık. Biyo tohumlarının biyoda olamam. Dostlar. Bunu koyamam. Burada Okutlanamam. Sana okutlanamam. Bunda yesem ki karşısına eğlendim. O amelde uruzlara da. Uruzlara men bundan yaşaramam. Men onu sekin yürümen indi. Bu nasıl böyle? Azıcık yürüyor. Biraz mükemmel. Ne yapıyor hal bunlar? İşte tam sıkıyor. Amalı. Eskiden kolyen bir soran. Yürü koyamam. İsmail bunu gelir. Şimdi silah gelir. Buradan gidelim. Buraları iş zari. Timur'dan pişiriyoruz. Büyükten pişiradigan oladigan bo'lsa mana bu tayoq bor, tayoq bilan savaladi. Pulimni solib kiyimin o'zi qo'rqadi. Suyaqmi deydi nima bu odam Bana bunun neresi bu ya? Stability. Maalesef olmayan şimdi çok kelyapti. O'zbekda tayoqim, ikkita tayoqim yetadi. Bo'lib qolgan. Men kelakka bemalol yetadi. Esadan endi qolamiz do'stlar. Qo'y mana turdim. Judayam zo'r bo'ldi. Olaman de yerga qo'ysam bo'lardi. Albatta unday judayam chiroyli emas bo'laveradi. Urug' berdimi? Bermadi. Mana tushdi urug'. Somonta urug'lari. Beradi ekan. Bitta bermaydi. Yana bitta beradi. Bunday qilsak qashamni yana yuradi. Qo'shniki bor ekan. Bunday yog'ilab turadi. Qo'shnicha. O yana ikkita urug' tushdi. Qo'shnim sezib qolmadi degan umiddaman do'stlar. Mana qilib qo'yamiz. Qolmadi degan umiddaman do'stlar. Bo'lmasa politsiyani boshimga olib keladi.
Nimaga bunday qilding? Nimaga bunday qilding? Joyiga qo'yib qo'y. Jon yo'qoradi-yu bular. Do'stlar, shu yerda bomba hayotni nima qildim men? Do'stlar, shu yerda bomba hayoti serial tugaydi. Sizlar bilan Shoh Gaming kanali. Videoga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr do'stlar, sizlar bilan Shoh Gaming bo'lib qoldi. Biz mana yangi uyga ham oldik. Bo'lmasa emasmiz. Endi serial tugadi. Hayır do'stlar, hayır.